Hürmetli görülmeler. Bugünkü dersimizde yine yemek-içmeklerdeki yatılışniki davamını sözleyimiz. Yemek-içmeklerdeki yatılış degenimiz kep çıkan kanuniyetni, ispatlangan kanuniyetni, davam kılıvatkan medeniyetni ve payda kılganlığı ilgiri ispatlangan talimatlarını halganca buzuş ve buzuştan kep çıkan aile ve cemiyetdeki ziyan uçuruşunu aldın elişni asas kılımız. Çünkü her kişinin adeti o özünün hareketi bilen çeklenmeydi. Onun her bir kılgan gap sözü işi ailesiga ve cemiyetge, umum halkka, hatta dünyaga salbiy jihatdan ziyan keltirishi mumkin. Shuning uchun yemek içmeklardimi xatolik o'tkazishning davomlashishi albatta boya degandek oqibatlarni keltirib chiqaradiganligini unutmasligimiz lozim. Endi yodlashniki uchinchisi hammani bir qatimda iste'mol qilish. Issiq, sovuq, achchiq, tatliq, chuchumal qatorliq bütün yemekliklardagi barliq ta'mlarni, tabiatlarni, ranglarni hammani bir yerga kelib iste'mol qilish u bu kishiniki bek ilmiy jihatdan oziqlanishga ahamiyat bermaydiganligini, bu jihatdagi bilimlarining yelin ekanligini, o'ziga va boshqalarga mas'uliyati bilan qaramaydiganligini tushuntirdi. Masalan, qo'y go'sht kabob, tunur kabob masalanga, keklik kabob, töygününki go'shi masalanga. Bular bu kishining nazarida har xil hayvonlarning go'shi bo'lg'achqa hammasini bir dasturxonga tizg'isi kelib qoladi. Kerapsha, limon, palak, qatiq, sho'guruch. Masalan, bularni bir dasturxonga tizib hammani bir qatimda iste'mol qilib boqadi. Bu endi misol xarakterlik gaplar. Tatliq yemekliklarni intayin achchiq tetutqular bilan birga qo'shib bir vaqtning ichida, bir minutning ichida tatliq bilan achchiqni, sovuqlik bilan issiqlikni birga iste'mol qiladi. Xiyol qildiki, bularni bir-biriga birlashtirib yegan vaqtida bir-birini tangshaydi deb qaraydi. Amaliyotda inson ma'lum bir ta'm yoki rang yoki tabiatdagi yemeklikni iste'mol qilayotgan vaqtning o'zida ichki mexanizm hujayralar a'zolar shu tabiatniki ortiq ketgan qismini tangshashga programlangan bo'ladi. Ya'ni kebab yeyotgan mezgilida badanda bu kebabning issiq qismini, yog'li qismini tangshaydigan ve beden bütün gücünü birleştirip yığıp soğukluk bir keyfiyat şekillendirip bu kebabның ısık ketken kısmını tangshashga hazırlangan buldu ve bu hizmetni işleyen buldu. Bu mezgilde üstelep soğukluk qilish içki mexanizmning tayyorligini buzib o'tadi. Bu mexanizmni qalaymaqonlashtiradi. Masalan, soğuk keladigan yemeklikni yeyotgan mezgilde bedende gayet güçlü merkezleştirip bir issiqlik muhiti şekillendirip bu soğuk yemekliklerini tangshashga tirishayotgan bo'ldi. Biz bu zaman soğuk, issiq, tatliq, achchiq hammani yig'ib bir vaqt iste'mol qilgan vaqtimizda a'zolarniki nervi tarafidan kontrol qilinayotgan va tangshilayotgan bu mexanizmga qalaymaqonchilik keltirgan uchur buzg'unchilik keltirgan hamda qo'mondonlik sistemasida qiyinchilik paydo qilayotgan bo'lamiz. Shuning uchun bir qatimliq yemak dasturxonda issiq, sovuq tabiatliklar bo'lsin. Lekin hamma turlardan, hamma ismli yemekliklardan, hatta bir yemeklikniki bir necha xil shaklini birlashtirib bunday iste'mol qilish bu bir xil chekatkilarning turmushi va yoki ochlarning turmushi yoki nodon odamlarniki dasturxon urishdan iborat. Shuning uchun
iste'mol qilishda a'zolarimizning ehtiyoji va ularning xizmat funksiyasini prinsipini tushunishimiz, yemek-içmeklerde müetedil o'ttira yo'l tutishimiz, miqdoridimi oshirib etmasligimiz, bir yemek-içmek dasturxonda 5 xildan ortiq yemekliklarning isrof ekanligini ko'z tutish maqsadida qilganligimizni bilishimiz lozim. Issiq sovuq bo'lsin, lekin bir issiqlik oshib ketgan, yeni bir jihatdan sovuqlikning turimi har xil turlarni bir yerga kelgan, ochiqmi bo'lgan, tatliqmi bo'lgan bundaq yemek-içmek dasturxoni bu ilmiylikdan derak bermaydi. Shuning uchun a'zolarga, organlarimizga hurmat qilayli, ularning xizmatini qo'llayli, ular qiyinchilik yetkazmayli. Endi yana bir yotlishish ahvoli shu yaqinqi 40-50 yildan buyon shu chet ellarning bo'lsin va yoki boshqa xalqlarningki, boshqa coğrafiyalarning turmush odatlarini, shu yerning sharoitlaridan kelib chiqqan ba'zi maqollarni udil tarjima qilish orqali o'zimizni shunga majburlash, boshqa yerdan kelgan odatlarni ilg'or madaniyat, o'zimizdagi davom qilib kelgan odatlarimizni qaloq, feodal keynida qolgan deb o'zidan o'zi zerikish kayfiyati shakllandi. Bu ham sohalarda bor. Masalan, yemek-içmekte degan vaqtimizda bir qism shu rayonlarniki avval aks ettirilgan maqollarni bevosita tarjima qilib o'qisak, ba'zi narsalarni haddidan ortiq ta'kidlaydi. Masalanga yomg'irliq nam yerlarning insonlari kaliy, kalsiyga va quyosh nuriga bakma tashna bo'ladi. U yerda chiqqan gazet jurnallardagi maqolalar qarasangiz, kalsiy bo'lmasa adam yasholmaydi degan yerga keladi. Ve her zaman, her gün kalsiy to'liqlashni, kalsiy ep yeyishni e'lon qilib turdi. Veya bir qism yerlarda ko'ktat, meva-chevalarniki iste'moli kerakli bo'lganligi uchun u yerda yozilgan kitob jurnallarni tarjima qilib qarasak, xuddi ko'ktat yemasak mumkin bo'lmaydigan. Bo'lsa mumkin bo'lsa, shu unni, go'shtni tashlab etib 3 vaq ko'ktat meva-cheva yesak bo'lmaydi degan yerga kelib o'tadi. Bugungi darsimizda bu go'sht yemay, go'sht yeyishni, yog' iste'mol qilishni, ulluq yemekliklarni rad qilish bilan shu ko'ktatni asos qilishni ta'kidlashdek bir taraflama xuy mizojni tanqid qilishdan iborat. Ko'ktatlar, mevalar asosan mo'tadil yoki sovuq mayli bo'ldi. Ko'p qismi sovuq mayli bo'ldi. Ko'ktat va meva-chevani nima uchun iste'mol qilamiz desak, biri yog'ni va issiqlikni eritish, yana birisi lazzat his qilish uchun yeymiz. Ko'ktat va meva-chevalar o'shiqcha yog' va o'shiqcha issiqlikni eritish, tuvallatish uchun mavjuddir. Yana birisi lazzatlanish, hayotdan xushal bo'lish uchun iste'mol qilamiz. Shuning uchun ko'ktatni ko'p iste'mol qilish yoki asosan tomoqning hammasida ko'ktat bo'lishini ta'kidlash bu bir taraflamilik va shundaqla badanga ziyonli bo'lgan ko'z qarashdan iborat. Asosiy yemekliklarimizda %30% ko'ktat va meva-cheva bo'lsa bo'ladi. Miqdor jihatdan. Go'sht yemagan, yog' yemagan bu kishilar bara yelikning muzlab ketishiga, qonning sovib ketishiga, irodasining bo'shab ketishiga, ro'yining tushkunlashishiga, put-qo'lniki bo'shab ketishiga, og'rishiga, umum badanda horg'inlikning kelib chiqishiga o'zi sababchi bo'lgan bo'ldi. Shuning uchun miqdor jihatdan qilib aytganda ko'ktatlar 30dan 40%gacha bo'ldi. Uningda ishib ketsa, bu inson hayotidan yiroqlashib ketgan bo'ldi.
inson bir hayvoniy bir jonliq bo'lish sifati bilan hayvoniy yemekliklarni iste'mol qilmasa badan zaiflashib ketadi. Shuning uchun ko'ktatni oshirib tashviq qilib asosiy yemeklikning o'rniga aylantirib olish badanda bir yurish keyniga chekinib ketishni keltirib chiqardi. Uningdan sirt yana yodlashni, asli madaniyatdan uzoqlashib ketishni keltirib chiqardi. Asosiy ham mushada. Bugungi darsimiz mushagicha bo'ladi. Yana bir qatimqi darsimizda yodlashning davomini so'zlab o'tamiz. Xayr xo'sh.